qo'ylam. Ha, hozir chiqay bolam, ha? Ma'qul. Kiram. Hada, nashta qo'ylam. Hozir chiqma. Hada, turg'an. Ayjon. Hada, turg'an, uydagilar bilan bir nashta qilamiz. Voy. Nimanchilar qopidi bu uydagilar. Voy, harasida sizga suv kirishni unutib qolibdiman. Ishqisi yo'q xon. Hozir chiqay, ha? Ma'qul. Ayjon. Qaysarka? Soqish. Attigani naq ketgandu. Nega bordingiz? Nima oldi? Tunagancha ketgancha amdi kirdingizmi? Endi siz-chi? Tuning akşam chiqib ketdi, chiqib kirdingiz, ha? Mendan ansirgan bo'lsang, telefon urib qo'ymabdingiz. Siz haq bilan ko'rishsangiz, men telefon qilmayman, ha? Ayjon, mendan qachoncha ranjib yurdingiz siz? Ko'rishib qolinglarmi? Ya qachon? Yaxshi uxlabsizlarmi? Yaxshi qilibsizmi, acha? Yaxshi. Shu uyqum faqat qolmadim. Kunda yerda qo'pab, burun uyda 9larda qopatdim. Siz xizmat qilmag'ach shunda bo'ldi-da. Voy, choy ichmay turib ketdingiz-ku. Bir narsa yo'q. Berna, qiynalsang uyga berib olib kelgin unmagan. Cesur doktorxonaga berib yetib olgan. Bizning bu o'yin bo'lib ketdi endi. Direktor, bu bugungi kun tartib. Ne? Tashqi chiqamiz, men chiqay. Tashqishmi yo'q. Aslat. Ha? Dadamiz tuning birak yaqinmi? Yo'q. Biresh bo'lmadi. Boshqa ish yo'q. Agar shu oygacha sizga biror loyiq chiqmay qolsa, qanaqa qilasiz? Qanaqa qiladim? Davomli uchirishga chiqaman. Shanba kuni boshqa ish o'rlashtirmang. Boshqa? Turpon ochib chiqili. Ochgan ambarni ko'zdan kechirib chiqamiz. Soat 9dan kechgacha. Shuni daraxt tayyorlik qilib chiqib ishingizni bilmasangiz bo'ladi. Ma'qul. Nima? Shanmida komandirov bormi-ka? Shundoqda. Turpanda yangidan silingan ambarbatda shu borimiz deydi. Bildim bolam. Lekin men sizga bergan muhlatga yana 80 kun qoldi, jimo. Bildim. Ma'qul. Yakshanba kuni Shixanziga boramiz. Oldin qatam pog'anda bo'lmaganda zamir ishlayapti. Yakshanba shu ishlarni hal qilib kelaylik. Unda. Ma'qul.
Yakshanbada mı bor ekansizlar? Shundoq dada. Bu sizlarning komandirovkanglar tugamanda. Shundoq. Har shanba yakshanba kuni komandirovka chiqamiz. Har shanba dedingizmi? Bundan keyingi 3 oy jarayonida har shanba yakshanba kuni komandirovka chiqamiz. Shirkat yaqinda qivat aldirash bo'lib ketdi, o'zingiz bilasiz. Shunlashqa vaqtingizni oldin ola o'rnashtirib qo'ying. Sizlarmidi? Nima? Shunda qilamdi ekansizlar? Bu badbaxt men bilan qiyishyapti, u qandoq? Dada, undaq emas. Yil oxiri bo'lgandan keyin xizmatlarning hammasi yig'ilib qoldi. Direktorning bijirdigan ishlari bekchiq, shunga Bildim qizim. Lekin mening qarorim o'zgarmaydi. Men sizga bergan muhlat ichida topshirgan vazifalarni ado qilsangiz bo'ldi. Dada. Po'lat degan bu badbaxt men o'ylagandimmi johilmi nima? Voy, dada. Direktor, dadam ben hoplab ketdi. Nimaga? Amma? Nima? Voy, nimalarni deb jiraydigansan? Amma sen so'roq olib qoldingmi? Voy, mening vaqtim yo'q. Amma Voy. Nima bo'ldi qizlar? Shu nim bo'ladi shu uçursuz. Yeni shu uçursuz direktor. Amma bugun bir so'ylab uçurishdan o'rlashtirib qo'yibdi, chiqmasam bo'lmaydi dedi. Chiqasirik. Bugun bo'lmaydi. Bugun kechgacha ishlaydigan xizmatimiz bor. Direktor, navat adamning deganda qilmasam, kelishim inovasiz bo'lib ketadi. Kelishim inovasiz bo'lib ketsa, kunda sudga boradigan ish bo'ldi shu. Mundaqda. Men qarang xizmat. Ya men xizmatda turing, ya uchirishda turing. Ay. Direktor, ishdan tushdingizmi? Mening kechda qiladigan boshqa xizmatlarim bor. Men sirtga chiqib kiray. Siz men kirguncha men turpan tarafning materialini tayyorlab qo'ying. Ma'qul, bo'ldi. Sizning zodi nima ish qildingiz aka? Po'lat direktor yana sizg'u. Kechida izlab kelgidek nima jiddiy ish bo'pti? Sizlarni nimdoq uchirishga zo'laversiz. Bicharni umaysizlantirib. Bu direktorlar qayda bilmamsizlar qandoq? Vallahi va'dasiga amal qildigan bo'ldi. Sizga bu ishga to'sqinlik qilmang deb ogohlantirib qo'ydim. Yana nima ish bo'ldi? Men bu ishga to'sqinlik qilmadim. Faqat shirkat ozroq ishlayapti, shuni o'rlashtirdik. Men nima ish qildim boshqa to'sqinlikqa? Ha, shundami? Uni ustiga. Siz hali mening narimni yoqtirmadingiz. Hammeringizni yoqtirmadim. Faqat yarmidingiz. Men mo yarmig'an bo'lay. Lekin xislatni uning bilan ko'rishsam, buning bilan ko'rishsam deb qiynamagan bo'lsangiz. Dunyoda o'zining bolasini qiynaydigan dadi bo'lmaydi, direktor. Men bu uning uchun yaxshi bo'lsin deb shunday qilyapman. Sizning shirkatingizda mening oilam bilan hech qanday munosabat yo'q.
bu işlarga aralashmasangiz. Lekin siz xislatga besim ekayotsiz hozir. Besim? Siz ayni vaqt xislatni xizmatdan bo'shatganda qanday besim qilganligingizni unutib qoldingizmi? Bu emas. Men sizdan o'tinib qolgan bo'lsam, ma'lumka. Sizning xislatga ko'nglingiz bor o'xshamamda. Shunda. Shundoq. Shuni sizdan o'tinib qolay. Xislatni uning bilan, buning bilan uchrashadigan ishini bekor qilayotgan bo'lsangiz. Polat direktor. Lekin bu yerda ikkili yo'l bor. Birisi qizimning sotga chiqishi, yana birisi ko'rishishga berishi. Agar rasmiy samimiyatingiz bo'lsa, mush ikki yo'ldan birini tanlab bering, direktor. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Vətin erkin çıxırıcı. Vay neminang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Mən Dilkan Xalqara Soda Çəkiliş şirkəti tajdorligini alğan At Arzusu filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Yaxshimisiz xizmatmadan. Ishdan tushmayapsiz-ku. Bu yerda ish qilsiz. Ana. Shirktimga kelsam bo'lmamda? Hozircha shirkatimiz advokat ehtiyojli emas. Shundaymi-na? Bugun kelishim kasbim bilan munosabatli emas. Nima keldingiz? Men sizni izlab kelmadim. Polat direktorni izlab keldim. Polat direktorni? U nimaga izlab keldingiz? Cho'qim deyishim kerakmi? Yo'q, hamda ishqinglarning bir-biringlar bilan toza xo'shanglar yo'qdi-ku, shundaymi? Shundoq. Burun bir-birimiz bilan toz xo'shimiz kelishmaydi. Lekin hozir bak yaqin do'stlardan bo'lib ketdik. Shundoq. O'zi tentak o'g'ini bilan bak oq ko'ngil ketgan. Uning telefon qilsam olmadi, u bormi? Balkim uydadir. Bo'pti, amsa men qaytay. Agar Polat direktor bilan ko'rishib qolsangiz, mening kelganligimni uning deb qo'yasiz. Ma'qul. Uch oydan keyin olimkam bu nima ish bo'ldi-g'alqa qiziqyapsiz-ku deyman. Siz bilamsiz? Men sizga bir ko'rsatma beray. Olimkam eng oxirgi 3 oyni uchinglar bilan o'tkazmoqchi. Men sizga mushinchi tilda beralayman. Endi desam, kelishimga xiloflik qilgan bo'laman. 3 oydan keyin dadam Aysem degan ayol bilan to'y qilmoqdi ekan. Men dedim-ku. Endi desam, va'damga xiloflik qilgan bo'laman. Bu küçük gap qapsan-ku. Qarshamamsa? Oya, qarshi olma. Shu qo'nay deb kelgandim. Ha, bek yaxshi tutdi. Momam uxlab bo'ldimi? Ha, uxlab bo'ldi. Jab yaxshi. Kira. Nasıl geldi be? Ay ya. Bu bizden öyle dostlarımızdan baş duymayı kelmeydiğin tursa. Mehmonning kimligini bilsiniz. Ben geldi. Geldingmi? Salon dada. Yana qani bular?
Yana ammamniki. Kirib ketdi-da. Seni ishlaring qandayroq? Mening ishlarim yaxshi. Shundoq tirishyapman qo'y. Ha, bo'pti. Tashqina yaxshi bo'pti. Ammo charchab ketma. Ma'qul. Rahmat. Yurib ketgansa, sen kirib damoq och to'g'ri. Sen-chi, aram ammamsan-da? Men hozir kirma. Ocham qaytib kelsin. Andan damoq. Ma'qulamsan. Men kirgach turay. Ma'qul, ma'qul. to'y qilish deganni kimni topgan shu o'ydi. Shu emasmi degan adash? To'y qilsam shunda baxtga ko'chirib bo'ldi. Bosh og'riqmi yo'q, ovarchilikmi yo'q. Bir obdan yashayotgan odamni birdan buni bilan ko'rishsa, birdan buni bilan ko'rishsa deb mushta odamnimiz Ras bilan ko'rishib vaqtimi ya? Ko'rishmay qolamanmi? Deb baqay kim bilan ko'rishgan nima? Kim bilan ko'rishdim? Bulamdika? Yiliq Sarang Akbar degan advokat bor-ku. Oshdan bilan ko'rishdim. U Sarangni ko'rsam ish qilib, ochchig'imni uchun chaynab purkib etgan gap ketdi. Bek ko'shman uni. Adash, dadam nemish bunday qildi? Mening to'yimni qilib etib, o'z to'y qildigan o'xshaydi. Ha? Dadammi to'y qilamdika? Yilqi bizning maldiklik Oyshan degan ayolni bilsan-ku? Ha, shu ayol bilan to'y qildigan o'xshaydi. Bu dadam qiyirg'anni nemishlarni qilib yuradigandu. Bo'pti adash, balkim dadamning bir o'ylig'ini bordi. Senmi har qetim chiqib, hech qaysini yorimida deb pochta qutulsanglar bo'lgan-ku. Dadamni asash bo'lsin. Mensa uni yaratmay, buni yaratmay, axir uyga yanamni olib o'tirdigan o'xshayman. Yo'q. Dadamdan to'y qilishga qo'shilsam bo'lmaydi-ku. Qat'iy qo'shilmayman. Mushkamgich qaytib kelmay nemish bo'lgandi?
Rana? Ne demiş katsız? Şu sizden yemiş kattediki dep kırıp bakkandım. Demiş kılattı. Şu dadamның sokmaklarını setişip birey dep kirdi. Dadamның mijazi yok emas mı? Özü yağı setişip bulamaydı. Amisi meyğizlan tızıvapsız o. Şu dadamның körüvağının bu içe yasap bakayım eken degenti. Rasma? Elbette. Etişip kalsa bunu talla bazırga salımen. Hecep yaxşı oylapsız. Ondan keyin pul qilib dadam qaytirib berman. Keyin dadamni kesbek bor siqig'im bor. Yaraysiz Qaysar aka. Yaras. Lekin men qozong'icha naq kerak bo'lsin juma. Hech kim demam. Maqul. Qaysar aka, siz kunda atiyanda kirib mushishlanib qotganmi? Shu uyliklarning oldida yer qarab qolgim yo'q. Mening nuqsonlarim bek ko'p. Qozonliqim ta'sirak. Sho'ng hech kim demay mahbira qilayotgan. Qaysar aka, kechiring a. Sizning bundaq tirishayotganingizni faqat bilmabdim. Voyjon, bo'ldi qilama. Bunaqa tayyor qilmay. Bo'ldi. Men yordamlashay sizga. Ma'qul. Olib chiqib yon kelaman. Ma'qul. Esme mağdım adaş. Öygü verip kimimle anlaştır olay. Ma'qul adaş. Yo'lda diqqat qilg'inam sen. Ma'qul. Senin bek avar kıldım. Voy ya, mendaydigan sen. Mağdım hepsi ha? Baş. Taha, atgeliyin hayırlık bolsun. Yaxşı uxlapsan mı? Taha, atgeliyin hayırlık bolsun. Önümde et degendik aldım. Sizlerden ansırapçı. Apa, tağımға nем boptu? Ne boptu? Xislatçı, keçi hiç qaytıp kelmedi. Telefonmu qilmadim ha? Ney bağında o cinimde? Bir keç kelmedi de. O bağında qilmasam de. Tağım taz atça keldiğim boldu demde. Aka! Aka! Tağım xislatni nem qilib etamdi? Hayatken bergeymi Gözüm tolgan bilen yaşa Gözüm tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen taşka
Soğum şunda köyünü diken bu bana. Vakti toyunu kısan mı bunu? Açığın yanına be. Yakay asa. Hazır çıkıp oturmuş mu? Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay can bu ne dada? Kızım. Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda kışımı sıkısı. Vay dada! Limanda edepsizlik kılırsınız. Sıkıldı mı? Vay aca! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan bası ha? Akamның toğra. Qanday olsa memsiz balan bu. Burada. Ya. Oğlu mu yığılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyünü çıktım ben. Dada, Kulkan bilen öy biraz bizge öğrense. Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yana şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günümdün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel bu yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk bulsun barışıga. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat.
Esindin ketmisin şu adli savat. Qismatlar hammaga o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy sabab. Esingdan ketmisin şu addi sabah.